Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Og'ir judolik. Xabarlang bu Zafar Yusupov O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga piyoda birinchilardan bo'lib borgan Bobur aka Ergashevning oldiga bormoqchi edi. Men afsuslar bo'lsinki, katta yo'qotish. Do'stlar, Zafar Yusupov hozirda to'g'ri yo'lga qaytgan edi. Lekin oilasida juda katta og'ir judolik bo'ldi. Bobolari o'tib qoldi. Bobolarning haqqiga sizlardan iltimos, duo qilinglar. Zafar Yusupovga ham yaxshi gaplar yozib, negativlar yozmasdan. Zafar Yusupov Instagram tarmog'ida bir haftadan beri ko'rinmayotganligining sababi shu edi. Do'stlar, ushbu videoni maksimal darajada tarqatib, Zafar Yusupov insofga qaytsin deganlar bu videoni kommentariyasida yaxshi fikrlar yozinglar do'stlar. Bobur akam Ergashevning oldiga tezroq borsin deb bu videoga like bosib tarqatib, bobosining haqqiga ham duo qilinglar. Bobur aka, o'zingiz yoningizga oling, endi bir borib duo qilib yaxshi yo'lga qaytsin. Jafar degan blogerni taniysizlar. O'sha bola hamma gunohlarini xalqdan uzr so'rab Makka Madinaga piyoda kelmoqchi ekan. O'shanga menga aloqaga chiqib Bobur aka, meni ham Makkaga olib keting deb aytayapti. O'shanga nima deysizlar? Kechiramizmi? Piyoda chiqsinmi Toshkentdan Nukus orqali o'tib kelar ekan. O'shanga nima deysizlar? Kommentariy qoldiringizlar-chi. Jafar, agar tavba qilgan bo'lsang, sekin chiqaver do'stim. Men senga yo'llarni ko'rsataman. Xudo xolasa, ehtiyot bo'l. Bundan buyog'iga gunoh ish qilma, Jafar.